Assalomu alaykum. Demak, keyingi darsimiz atomlarning turlari. Tabiatda yadro zaradi bilan farqlanuvchi atomlardan tashqari massasi va boshqa xossalari bilan farqlanuvchi ko'plab atomlar mavjud. Shu sababdan element xilidan atom xillari ko'p. Demak, element xili ko'pmi, atom xili ko'pmi desa agar, biz endi atomlarni xili ko'p deb aytishimiz kerak. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin desa agar, bu bizga demak izotop degan tushunchani o'rganishimizga olib keladi. Demak, izotop nima? Yadro zaradi bir xil massasi turlicha bo'lgan atomlar izotoplar deyiladi. Izotop nima degani? Demak, tarjima qilsak, izo bir xil, topos joy degan ma'noni bildiradi. Masalan, tabiatda vodorod turiga kiruvchi massasi 1, 2, 3 bo'lgan atomlar mavjud. Masalan, vodorodni mana yozib ko'ramiz endi. Vodorodning pastiga mana zaryadlarni yozganmiz. 1, 1, 1. Istalgan biz bilamizki, kimyo element dedimi, vodorod element dedimi, demak tabiatda plus yadrosida bittadan proton bo'lgan hamma atomlar vodorod deyiladi. Lekin massalarini o'rgansak, hammasi ham bir emas. 1 massalisi bor, 2 massalisi bor, 3 massalisi bor. Va bular har xil og'irliklarga ega, lekin hammasini zaradi +1. Shuning uchun hammasi vodorod turiga kiradi, lekin turli xil og'irlikdagi vodorodlar hisoblanadi. Bularni biz demak tushunarli bo'lish uchun bir izotopini H, 2 izotopini deuteriy, 3 izotopini tritiy, protiy, deuteriy, tritiy deb ham aytamiz va belgilash ham kiritilgan. Demak, vodorodni mana shu bir izotopini, proteinni, protonni o'rgansak bitta bo'ladi, neytronni topsak 0 bo'ladi, chunki birdan birini ayirib ko'rasizlar, massasidan zaryadini neytron kelib chiqadi. Elektron esa 1 ga teng bo'ladi. Deuteriyni protoni 1, neytroni 1, elektroni 1. Tritiyni protoni 1, neytroni 2, elektroni 1 ga teng bo'ladi. Demak, ko'rib turibsizki, mana e'tibor qiling, faqat bu yerda izotoplar bir-biri bilan o'sha neytronlari farq qilyapti. Neytronlar bilan farq qilgandan keyin o'z-o'zidan atom massasiga ham ta'sir qiladi, atom massalariga ham farq qiladi. Mana yaxshiroq tushunishimiz uchun, demak, chizma shakli berilgan. Mana markazda bitta protoni bor, atrofida bitta elektron bor. Deuteriyda bitta proton, bitta neytron, atrofida bitta elektron. Tritiyda bitta proton, ikkita neytron bor, atrofida baribir bitta elektron bo'ladi. Mana bir xil bo'ladi. Faqat mana shu neytroni bilan bor yo'qligi, nechtaligi bilan, demak, izotoplar farq qilyapti. Xuddi shunday mana kislorodning ham tabiatda 3 xil izotop bor, 16, 18 massali turlari bor. Demak, protonlar topib chiqsak 8 tadan, mana 17siga 8, 9, 8, 18ga esa 8, 18 ga teng bo'ladi. Bunga ham e'tibor qiling. Demak, qolgan proton neytronlari bir xil, faqat neytronlari har xil bo'lyapti. Xuddi shunday siz ham o'zingiz mustaqil birorta elementni, proton, neytron, elektronlarni topib ko'rishingiz mumkin. Endi izotoplarga xulosa qiladigan bo'lsak, izotoplar bir-biriga yadro zaradi, tartib raqami, protonlar, elektronlar soni bilan o'xshash bo'ladi. Ya'ni bir xil. Bir-biridan neytronlar va atom massasi bilan farq qiladi. Ya'ni neytronlar boshqa xil bo'ladi va yoki atom massalari ham izotoplarni bir-biridan farq qiladi. Demak, keyingi tushunchamiz endi bundan xulosa kelib chiqadiki, bu izotopdan xulosa kelib chiqadiki, demak, tabiatda 118 xil element bor, lekin har bir elementni, endi hamma elementda ham deb ayta olmaymiz, aksariyat elementlarni izotoplari ham bor. Masalan, izotoplar soni 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta, 5 ta, 11 tagacha bo'lgan izotoplar aniqlangan. Bitta elementning 11 xil massali turlari bor. Masalan, kremniyda ko'p izotop bor yoki va hokazo. Mana shu izotoplar hisobiga endi atomning xillari ko'payadi. Element xili ko'paymaydi, atomning xili ko'payadi. Misol uchun 500 dan ortiq hozirgi kunda atom xili o'rganilgan. Demak, izotoplar hisobiga bo'lyapti bu gap. Endi keyingi tushunchamiz bizga izobar tushunchasi. Izobar nima degani? Ta'rif beramiz. Yadro zaradi turlicha, massasi bir xil bo'lgan atomlar izobarlar deyiladi. Izo bir xil, baroz og'irlik degan ma'noni bildiradi. Demak, mana izobarga misol keltirganmiz. Kalsiyning 40 izotopi, kaliyning 40 izotopini misol qilish mumkin. Istasangiz siz argonni, davriy sistemadan argonni olishingiz mumkin, 40 massali yozilgan yerga. Lekin kaliyni 40 massali ham izotop borligini bilamiz. Endi shu ikkalasi o'zaro bir-biriga izobar deb ayta olamiz. Ya'ni og'irliklari bir xil ko'rib turibsiz.
O'rganib ko'raylik tarkibini. Kalsiyda 20 ta proton, neutron 20 ta, elektron 20 ta. Demak, proton neutron yig'indisi 40 ga teng massa. Kaliyda 19 ta proton, 21 ta neutron, 19 ta elektron. Proton neutron yig'indisi 40 ni beradi. Demak, ikkalasida ham proton neutron yig'indisigina bir xil, ya'ni atom massasi bir xil. Va bunday zarrachalar izobarlar deyiladi. Izobarlarga xulosa qiladigan bo'lsak, bir-biriga massasi proton neutron yig'indisi bilan o'xshash, proton neutron elektronlar soni turlicha bo'ladi. Demak, faqat proton neutron bir xil bo'ladi, qolgan hamma narsasi turlicha bo'ladi deb ayta olamiz. Bizga yana bitta tushuncha bor. Neutronlar soni bir xil bo'lgan turli element atomlari o'zaro izoton deyiladi. Demak, izo bir xil, ya'ni ton on bu yerda neutron ma'nosini bildiryapti. Demak, neutronlar bir xil bo'lishi ham mumkin. Shunday qaragan paytimizda, masalan, marganet 2555, temir 26 izotoplariga qarasak, bironmasi o'xshamaydi. Lekin buni aniqroq qilib tarkibini topib chiqsak, masalan, marganetda 25 ta proton, neutron 30 ta, elektron 25 ta. Temirni topib ko'rsak, 26 ta proton, 30 ta neutron, 26 ta elektron. E'tibor qilsangiz, ularni demak o'sha neutronlari bir xil chiqibdi. Lekin shunday qaragan paytda biron nimasi o'xshamaydi. Demak, bunday zarrachalar, neutronlar soni teng bo'lgan zarrachalar izotonlar deyiladi. Mana masalan, yana ham mustahkamlash uchun endi izotop, izobar, izotonlarni mustahkamlash uchun bizga misol berilgan, aytaylik. Test berilgan bo'lsin. oltin guruh 302, oltin guruh 301, fosfor 301 massali izotoplar berilgan. Shularni izotop, izobar, izotonga ajrating desa agar, biz endi ajrata olamiz. Izotopga ajratish uchun biz darhol tartib raqamiga qaraymiz. Demak, izotoplarning tartib raqami bir xil bo'ladi. 16 1-2 izotop bo'ladi. Izobarga ajratish uchun demak biz darhol uni massasiga qaraymiz. Demak, 2-3 deyapti mana. 301 massa, 301 massa. Bu izobarga kiradi. Izotonni topish uchun demak birinchisini neutron topib ko'raylik. 32 ta 16 dan 16 ta neutron bor. Xo'sh. Va uchinchisi 31 dan 15 ni ayiramiz. 16 ta neutron chiqadi fosforda o'zi. Bular ikkalasini neutron teng bo'lgani uchun izoton bo'ladi. Oltin guruhda esa 15 ta neutron bor. Bularga aloqasi bo'lmaydi izotoniga. Mustaqil ishlash uchun xuddi shunday siz ham o'zingiz mana misni 63, ruhni 65, misni 64 izotoplar berilgan. Mana shularni izotop, izobar, izotonlarga ajratib bilimingizni mustahkamlab qo'yishingiz mumkin. Bizda keyingi mavzuchamiz demak elementning izotop tarkibi haqida to'xtalamiz. Bularni albatta endi har bir o'tilayotgan narsalarni konspekt daftar ochib, mana shu daftaringizga yozib, videoni tomosha qilib, ma'lumotlarni yozib, chizib, agar o'rgansangiz, inshaalloh foydali bo'ladi va bu mavzularni testlarni tashlaganimizda testlarni ishlasangiz, siz anchagina yaxshi, mustahkam bilimga ega bo'lasiz. Demak, tabiatda ko'pchilik elementlarning bir necha xil massali izotoplari tarqalgan. Davriy jadvalda shu xildagi barcha atomlar uchun o'rtacha nisbiy massa keltirilgan. Masalan, tabiatda xlor atomlarining 35 va 37 massali turlari mavjud, izotoplar tarqalgan. Bo'lib, 35 ga 75%, 37 ga 25% tarqalganligi aniqlangan. Shunga asoslanib, ularni endi qaysi birini qo'yamiz? 35 ni qo'yamiz davriy sistemaga, 37 ni qo'yamizmi? Yoki davriy sistemaga qarasak, 35 dan 5 qo'yilgan. Nima uchun bunday qo'yilgan? Nima yarimta proton bormi, unda yarimta neutron bormi degan savollar tug'ilishi mumkin. Demak, unga javob bizga shunga asoslanib o'rtacha massasi quyidagi formula orqali topish mumkin deyapti. Demak, bizda formulamiz bor. O'rtacha atom massasini topish formulasi. Ana shu o'rtacha massani topish formulasiga qo'yib, biz o'sha istalgan element izotoplaridan foydalanib o'rtachasini topib, davriy sistemaga joylashtirganmiz. Demak, bu yerda M1, M2 nima desa agar, bu izotoplarning massasi. Omega 1, omega 2 lar nima desa, bu o'sha izotopning tarqalganlik foizini yozamiz bu yerga. Nuqta qilganimizga sabab, biroz ikkita izotop bo'lsa shunday bo'ladi. Masalan, 3 ta bo'lsa yana plus M3 omega 3, 4 ta bo'lsa M4 omega 4 bilan qo'shilib ketaveradi formulada, cheks ketaveradi. Hammasini yig'ib 100 ga bo'lsak, o'rtachasi kelib chiqadi. Shu formulaga binoan xlorni topamiz. 35 75%, 37 25%, 100 ga bo'lamiz, 35 5 chiqadi. Shunga binoan davriy sistemadagi atomlarni o'sha o'rtacha izotoplari topib qo'yilgan. Bo'lmasa masalan, ba'zi elementlarda 11 ta izotop bor edik. 11 ta izotopni hammasini qo'ya olmaymiz-ku yoki qaysi birini qo'yishimiz kerak desa agar, mana shu o'rtachani topib davriy sistemaga joylashtirish qabul qilingan.
Menimcha tushunarli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.